Assalomu alaykum, yaxshilar. Xayrli kun hammanglarga. Bugun shunaqa ochiqim qilamiz. Urushib qolganlar, arazlashib qolganlarda yarashuv bormi deb ko'rib olamiz bugun. Bitta qiz yozib yuboribdi, iltimos opajon shu mavzuni ko'rib bering deb. Shaxsiy lichkamga chiqib shu qiz iltimosi uchun yarashuv bormi? Ya'ni u insonni sizga qadam bosishi bormi yoki telefon qilishi bormi deb ko'ramiz. Ikkita variant qilamiz. U insonni hozirgi holati siz haqingizdagi o'ylari, ya'ni nimalarni o'ylayapti siz haqingizda? Sizga kelishi bormi, yarashuv bormi, uchrashuv bormi? Karta maslahati. Birinchi variant. Ikkinchi variant. Uni hozirgi o'y xayollari siz haqingizdagi. Yarashuv bormi? Ikkinchi variant. Sizlarda yarashuv bormi? Kartalardan maslahat so'raymiz. Tarot kartalaridan qani ketdik. Birinchi variant, ikkinchi variant tanlagan bo'lsanglar boshlaymiz. Birinchi variantdan boshladim. Qani uni hozirgi o'y xayollari. Siz aqlli ayolligingizni, dono ayolligingizni, hamma narsani uddalay olishingizni, barakali ayolligingizni aytyapti. Nima deydi? Sizni bu inson osonlikcha nima deydi? Bergisi kelmayotganligi, bu inson sizga hali ham talpinishi borligini. U sizni o'ziniki deb o'ylaydi. U insonga siz baraka olib kelganingizni, sizni qizg'onyapti. Hozirgi kunda sizni qizg'onayotganligingizni, sizni kontrol qila olmasdan sizni holatingizga qiziqayotganligi. Sizni juda chiroyli ta'riflayapti. Nima deydi? Yo'l qidiryapti. Sizga bog'lanish uchun bu inson yo'l qidiryapti. Go'yo bu insonda arazlashganda nimadir bo'lganki, bu inson yo'l qidiryapti. Ya'ni yo'l topa olmayapti, lekin yo'l qidiryapti siz tarafga. U sizni qizg'onyapti. Nima bo'layotganingiz, hozirgi holatingizni o'ylayapti, qizg'onyapti. Sizni juda chiroyli ta'riflab berdi, lekin bu degani sizga hali hislari bor, sizni osonlikcha qo'yib yuboradigan inson emasligini aytyapti. Qani harakat qiladimi? Yo'l qidiryapti-ku. Ajoyib kartalar. Harakat qiladi bu inson. Kutilmaganda sizga yo bu inson tarafdan nimadir bahona bilan yoki surpriz kutilmaganda keladi bu narsa. Sizga yo'l topadi, ya'ni yo qo'ng'iroq qiladi sizga, yo nimadir bahona qilib telefon qilishi, bir oila bo'lib baxtli yashashi, hammasi tinchlikda hal bo'lishini xohlayapti. Ya'ni urush janjalsiz yaxshi kelishib, ahil juftlik bo'lishni xohlayapti. Sizlarni farishtalar qo'llayapti. Ya'ni farishtalar sizlarga yordamga kelyapti. Ajoyib kartalar tushdi. Birinchi variantga karta maslahati nima deyapti? Umidsizlikka tushmang. Hali sizda umid bor degani. Siz hozir umidsizlikka tushyapsiz. Hammasidan charchayapsiz. Hech narsa yoqmayapti. Shunaqa holatdasiz. Go'yoki sizga hech narsa yo'q. Xuddi yo'l yo'qday, imkon yo'qday. Yo'q, sizda hali imkoniyat bor. Bu inson bilan topishga imkoniyat bor. Yaxshi hayotga hali imkoniyat bor. Jahli chiqyapti bu insondan. Kechira olmayapsiz, jahli chiqyapti, umidsizlikka tushyapsiz. Hammasi joyida bo'ladi. Ya'ni sizda hali umid bor degan. Bu insonga hali imkon berishga nima bor degani sizda. Nima deydi? Imkoniyat bor degani. Hali yaxshi yashab ketishingizga omad tilayman. Birinchi variant ajoyib kartalar tushdi. Ikkinchi variant. Ikkinchi variant. U insonda hozirda nima deydi? Bu inson o'zini yaxshi ko'rmaydigan inson. Ko'proq o'zini yaxshi ko'rmaydiganda qanaqa? Ko'proq boshqalarni o'ylaydi. Boshqalarning manfaati uchun kurashadi. Do'stlari, jigarlari, yaqinlari o'zinidan ko'ra ustunroq ko'radi boshqalarni. Bu insonda hozirda ozgina pul sekin kelishi bo'lyapti. Ya'ni o'sha narsadan ozgina nima deydi? Ozgina o'ylovda qanaqadir bir nohaq
haqli bo'lyaptimi bilmadim, bu insonda adolatni o'ylayapti, ya'ni adolatsizlik qilganini, sizni yaxshi ko'rishini aytyapti, yoki sizni bu insonga nisbatan adolatsizlik qilganingizni gapiryapti. Menga nisbatan adolatsizlik qildi, meni tushunmadi. Yana bu sud kartasi shuni bildiradiki, yaratgan egam tarafdan sizlarda shu sinov bo'lgan, ya'ni ayrilish, bu sinov bo'lishi kerak bo'lgan narsa bo'lganligini ham bildiradi azizlar. Lekin sizni yaxshi ko'rishini aytyapti. Bu inson hozirda lekin o'zini yaxshi ko'rmayapti. Bu insonda pulsizlikdan ozgina xafa holatda, lekin sizni hali yaxshi ko'rishini aytyapti. Nima ish qiladi qani siz tarafga bu inson? Yana yaxshi ko'rishini aytyapti-ku. Qarang, siz haqingizda chiroyli xayollar surayotgani, siz bilan chiroyli orzular, uchrashuvlar, sayohatlar, sizga sovg'a salomlar olib berishi, har xil siz haqingizda o'ylari, orzulari, xayollari. Sizni shu kartani bekitaman, biroz bema'ni. Sizni hali ham sevishini, sizga hirslari balandligini bildiradi bu insonni. Lekin siz tarafga ozgina nima deydi, oyoq qo'li bog'langan holatda turibdi nimagadir. Bu insonda shubhalanyapti. Nima uchun bunaqa bo'layotganligi, nima uchun sizga harakat qila olmayotganligi. Lekin oyoq qo'li bog'langan holatda turibdi. Bu insonda hali umid bor. Ya'ni imkon bor. Meni kechiradimi, yo'qmi deb qo'rqyaptimi, yoki unda shunaqa tanlov bormi, shunaqa holatda turibdi. Ya'ni bu inson yaxshi ko'rishini aytyapti, ikki qayta. Bu inson sizni yaxshi ko'rishini, misol sizlarni yaxshi ko'rishini aytyapti, lekin hozirda oyoq qo'li bog'langan holatda turibdi. Go'yoki harakat qilmoqchi, oyoq qo'li bog'langan holatda turibdi. Karta maslahati. Ajoyib karta. Bu inson o'zini ustida ishlaydi, chunki bu inson bilasizmi qanaqa inson? Bu inson hamma narsani uddalay oladigan inson. Uddalay oladi, ya'ni siz uchun kurasha oladi, siz uchun harakat qila oladigan inson. Bu insonni qabul qiling degan bo'lardim. Bu inson oilani mas'uliyatni bo'yniga olib, sizga yaxshi nima bera oladigan inson. O'zini ustida ishlaganligi, ko'p narsani tushunib yetganligini, sizni yaxshi ko'rishini ham tushunib yetganligini, kuchli shaxsligini bildiradi. O'ziga ishongan shaxs bu. Chiroyli boshqara oladigan inson bu. Ikkinchi variant tanlaganlar. Omad tilayman har ikkala variantga ham. Ikkinchi variant tanlaganlar sevishini, uni insonni yo'qotib qo'ymagan, lekin hozirda oyoq qo'li bog'langan holatda turibdi, lekin u inson harakat qiladi. Chunki u shunaqa inson ekan.